Assalomu alaykum hurmatli Komiltiji kanalining obunachilari va ashaddiy muxlislari. Bugun mana 5-aprel kuni O'zbekiston Qoplonbek granitsasida mana 1000 dan oshiq mashina turibdi ag'aylar. Bu yog'imizda chegaraning ichi to'la ag'aylar. Mana ko'rayotgan bo'lsalaringiz, no chegaraning ichi mana tig'ilib ketgan mashina. Shuna 4 ta ma'lumot bermoqchiman sizlarga. Mana bu yoqdagi ham to'la, bu yoqdan ocharat beryapti. Bu yoqda ham bir 300 ta mashina bor. Agar Tojikistondan jo'nagan bo'lsalaringiz ag'aylar, Cheres Qirg'iziston o'tib kelsalaringiz, bu yerga qaraganda ko'proq qilasizlar. Ertaroq o'tib ketasizlar, ocharat yo'q. Qirg'iziston ochilgan. Agar Tojikistondan o'tib Cheres Andijon orqali ham Qirg'izistonga kirib olsangiz bo'ladi. Prama Leninoboddan kirib olsangiz bo'ladi. Bu yerda mana men bir 5 soat bor kelganimda 1000 dan oshiq osharat bor. 730-osharatda turibman. Mana Tojikistonning mashinalari qaynar, mana bu yerda ko'p turib qoladi. Namozdan keyin hamma keta-ket bo'lgan, bitta granitsa ochiq O'zbekiston. Bu tarafda boshqa yerdan o'tilmaysizlar. Shuni kutib o'tirishlaringiz kerak. Iloji bo'lsa qaynar Qirg'izistondan kirib keladi. Qirg'iziston ochilgan, yo'llari ochiq bizga. Hamma mana Paxtavatning yigitlari. Paxtavatning yigitlari. Xo'sh. Ag'aylar, gaziga bosinglar, bitta like, dislike bilan odashtirmagan holda. Mana moylarini ko'rib tekshiryapti. Joliboy bir ikki oz gapirib qo'ying. Muxlislaringiz bor, siz ham unaqa Joliboy men ziq qo'yib yotdi shu yerda men. Qarib ketdi, 40 yilga qarib. Komiltiji bilan o'tyapmiz nasib bo'lsa. Qozoqqa o'tdik. Nasib bo'lsa Qozoqqa o'tyapmiz. Bu yoqni chegarada Granitsada. Granitsada. Qancha bo'ldi kutib o'tirganingizga? 2 soat bo'ldi. 2 soat. Endi Qozoqqa o'tyapmiz. Uyni sog'inmadingizmi? Uydan endi kelyapmiz, Rossiyaga ketyapmiz nasib bo'lsa. Cholabdechi, banada ko'katlar turab jeb yotganingiz bo'lmasmi uyda? Qurib o'zingiz avara qilib nima qilasiz? Endi boryapman. Xo'sh, ag'aylar mana Joliboy ham mana Rossiyaga nasib bo'lsa pulni qoplab olib ketadi. Xo'sh, mana ag'aylar mana yigitlar yuribdi. Xo'sh, yuribdi ag'aylar. Meneda men bir xillar anada gapiryapti, pul berib o'tsa bo'ladi dedi. Bu yerda soldat degan gap yo'q. O'tkazmaydi ag'aylar. Shu odamning adresini aytsin. Hech kim pul ola olmaydi, hech kimni qo'yaveradi. Buna odamlar hammasi qarab o'tiribdi. Har birovga nomer beryapti. Birovni birov o'tkazmaydi bu yerda. Million bersangiz ham o'tkazolmaydi ag'aylar. Shuning uchun gaziga bosingizlar. Keyin ag'aylar mana bitta mashina sotiladi. Mana Litvadan kelgan Zafira ofisdan oldingisi, mana litovskiy nomerda men 1 yillik voz bilan kirgizib beraman Rossiyaga. Kim oladigan bo'lsa 1.8 motor 2004-yil oladigan bo'lsa ag'aylar 250 dan zinqillata kartaga mashin 2-3 kunda Rossiyaga borib turadi. Ay bag'aylar, men shu yerga bir bola shunday bolan tiyib shunday qishayib dilagan, tamom. Boshqa biran aybi yo'q. Salsa chirigani bor. Ular endi hamma mashinada bor ag'aylar. İçiga kiradigan bo'lsak, polni komplektatsiya, klimat kontrol, avtopilot, buller salon. Ki mana patologini salgina to'g'rilash kerak. Uni o'zingiz bilasizlar, tinchsin ketishini. Motor moy yemaydi. Kulturni ag'aylar. Hammaga alangalik salom, bitta like, dislike bilan odashtirman. Mana shu yerda it yegasini tanimay yotibdi. Bugun 5-aprel kuni. Mana bu yoqlar ham Rossiyaga ketamiz deb mana shoylanib turibdi. Qirg'izistondan o'tib ketingizlar. Tojikistondan kelayotgan bo'lsangiz, Qirg'iziston ochildi bizga. Bemalol o'tib ketsalaringiz bitib ocharib turmaysizlar.